Assalomu alaykum. Biz hozir Xorazm viloyati Yangiyo'l tumani Qarmosh mahallasi 160-kontordamiz. Ushbu konturga Xalq banki bilan hamkorlikda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida poliz ekinlari yetishtirish yo'lga qo'yilgan. 12 gektar yer maydoniga birinchi ekin sifatida piyoz, ikkinchi ekin sifatida sabzi ekilgan. Bu yerga ekilgan ekinlar zamonaviy usulda parvarish qilinmoqda. Ekinlarni yetiştirish birinchi ekin 90 kun, ikinci ekin 110 kun devam etadi. Yetiştirish davrida tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda va sug'orilmoqda. Ushbu loyihaga 36 nafar dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har biriga 30 sotikdan yer maydoni ajratilgan. Loyihani samaradorligini oshirish maqsadida Yangiyo'l Agro Tomorqa xizmati MChJ kooperativ biriktirilgan. Loyiha bo'yicha 1 gektar yer maydoniga 27 tonna piyoz mahsuloti va qo'shimcha ekin sifatida sabzi hosidan 45 tonna hosil olish rejalashtirib, har bir dehqon xo'jaligiga birinchi ekindan 32 million 400 ming so'm, ikkinchi ekindan 30 million so'm daromad olish rejalashtirilmoqda.